Umraning so'nggi amali meni hayron qoldirdi. Soch nega kesiladi? Sayni tugatgach mehmonxonaga qaytdik. Guruh rahbarimiz umraning so'nggi amali soch kesish tartibini tushuntirgandi. Uni bajarish vaqti keldi. Hamxonam sochimdan bir tutam kesib qo'ydi. O'sha paytda bu amalning ma'nosi haqida o'ylamabman. Hali ham Ka'ba hayajonidan chiqmagan. Haligacha bu voqealar tushimda bo'layotgandek edi. Keyin o'ylanib qoldim. Nega umra aynan soch kesish bilan yakunlanadi? Bu taslimlikmi? Alloh uchun o'zing qadrlaydigan narsadan kechish yo tashqi ko'rinishdan ham muhimroq qadriyatlar borligini eslatishmi? Yo qurbonlikmi? Bir tutam soch katta qurbonlik emas, lekin islom insonni aynan shunday tarbiyalaydi. Oddiy tabassumni ham, bir shirin so'zni ham sadaqaga aylantirgan din, balki kichik itoatlar orqali katta bir qalbni tarbiyalar. Yoki yangilanish ramzimi? Ihromdan chiqish faqat libos almashtirish emas. Umraga kirgan inson bilan undan chiqqan inson bir xil bo'lmasligi kerak. Balki bu yangi hayot sahifasining boshlanishidir. Shu o'ylar bilan 2 rakat shukr namozini o'qidim. Sajdada uzoq qoldim. Umra ibodati tugagan edi. Ammo qalbimda bir savol qoldi. Men Alloh uchun nimadan kechishga tayyorman?